Dada, 100% girdi. Ha, buni xaltirchik ustani qurib ketgandim. Buni qara. Dadam aytganlar, shu boboyingiz bilan dadangiz qurib ketgan ekan shuni. 100% to'g'ri-ku bo'lmasa. Chotku. Urug'ingiz xato ko'rsatib o'tiribdi-ku o'zi. Ishlamaydi, bu hisobga ko'taraveraman buni faqat. Bizdan o'ylayman, bunday bo'lmasin-da. Ey, ustobo, ishlaysizlarmi, yo'qmi sizlar? Katta ishga shoshilmang jo'ra. Bir hafta oldin ham shunaqa degansizlar. Bir hafta bo'ldi kelganlaringizga. Endi biz bitta gapiramiz, jo'rajon. Dada, bu buncha asab qilibdi. Yomon qo'li simchga beraymi? Shu simichga tugasa ishlaysizmi? Qayerdan tugaydi? Bu Biron Gold. Qo'pil olib kelgan-ku men buni. Ha, simichka-ku. Bu Biron Gold-ku bu. O'nakda bo'layotgan dastlabki xizmatlari bu. Mana shu simichka bo'lmasa borki, men ishlay olmayman. Bo'lmasa ishing ko'tar. Agar magazinchilar shu simichkadan sotsa borki, pulni tayyor qoladi. Hamyon bo'pti. Donalari ham katta-katta, ta'mlik, mazza qilib chopadi. Usto, boshlanadimi, yo'qmi? Aka, shoshilmang, aka. Uzoq qurilgan uy mustahkam bo'ladi. Mana Buxoroga Minorai Kalonni juda uzoq vaqt qurgan, bilasizmi? Loyiga qanaqa narsa ishlatgan? Tuyani sustidan, asal, o'shalarni aralashtirib o'sha narsani qurgan. Shunda rastvorga qo'yishga olib kelayman mana bularni. Yo'q, shuni rastvorga solmaylik, shu obed qilaylik, olib keling.